Rahmet olmak güzellerim, sizler rast degandek men şu 76 kilodan hazırki 48-49 kilo altımga tushdim. Yani 26 kilodan 28 kilogacha g'alati o'ruq qildim. Nurg'un olan nemish bo'ldi, nimanch o'ruqlab ketdingiz degandek mana shu meni yaxshi ko'rgan finsillarim shunchaki yaxshi so'rab ketibsizlar. Menga hech bo'lmadi, men o'zim o'ruqlay dedim. Chunki shu 76 kilogacha ketgan vaqtimda o'zimning tan salomatligimdan shunday zo'r ko'lamda masala chiqdi. Shunlashqa o'zim shu 1 yil jarayonida o'ruqlash murodimga asosiyatdan yetdim. Mening burun kallamda shunchalik o'ruqlashni tez, qat'iy o'ruqliq bo'lmaydi deb turib, mush burunmayli fat deymiz, yali deymiz, o'ruqlash masalatini bundan 5 yil burun iste'mol qilib o'zimning mayli yurakdan, jigardan, qon azliqdan shunday og'ir masala ketgan. Ammo keyin men qat'iy iste'mol qilmay o'zimning salomatligim tufayli semirib, ya'ni 76 kilogacha ketgandim. Ang'ishim shu tomoqdan parz tutish orqali hozirgi vaqtim keldim. Chunki mushu yili, ya'ni 2026 yili 7 ayning 7 kuni, ya'ni qadrli yo'ldoshimning tug'ilgan kunida o'g'limning ya'ni cho'ng bo'lgan sunnat to'yini o'tkazmoqchi bo'lib, shu munosabat bilan cho'qim o'ruqlayman. O'zimningki orzuyimda, hamda men to'y qilgan vaqtimda mening yo'ldoshim hamda restoranlarda qilmagan, biz 2016 qildikmi dadisi. Shundan biz odatda mesela mahallada, o'yinlarda, вечеркада qo'lchilarda ashta to'y bergan. Shu cho'ng restoranda qilib bersiz degandek bir o'zimning orzuyim bilan payza nimalarni kiyma deb shuni o'ruq qildim. Mush o'ruqlash orzusi bor do'stlar, men sizlarga o'zim qo'llangan bir unumli usulni deb beray. Shu usulni qo'llanib beqinglar. Meningdan kelib qolsa yordamim, ammo o'ruqlash masalasi satmayman yoki bo'lmasa sizlarga yaqinda masot o'ruqiladigan narsani tavsiya qilib bermayman. Ya'ni nima ketdi deganda, shu zanjibilning o'tligini bilan hajo deb qo'yamiz, ya'ni kavavichining o'tligini shu tuxumning seriq bilan malham xamir qilib yasab, tugilak holatda men ta hozir qadar kunda kechda kindikimga silib, plastir bilan chaplab ashta qildim. Chunki bu badandagi sovuqni, yo'llikni oladi, anandagi badandagi mayni seriydi. Anandagi futumni bo'lsa zanjibil bilan shu qarichayniki qaynatib turib shuni ichilab berdim. Anandagi asosiyatdan tomoqdan bek paras tutdim. Men to'yg'idek tomoq yeb baxmag'ali 1 yil oldi. 50% to'yinsam bo'ldi. Ich ketgan birim yesam ne bo'ldi, undan ortiq yeb baxmadim. Anandagi o'zimning iste'mol qilgan narsam bo'lsa, do'stlar, nimalar so'rab ketibsizlar, bu qaytdim. Shu so'rgan do'stlarimga men bir ta'minlab beray. Ya'ni bizning afi cho'pchin tabletimiz. Afi cho'pchin tabletimiz bilan punus tableti. Bu o'rg'ultish to'g'risi emas. Afi cho'pchin tableti bo'lsa butun badandagi o'llikni, zaharni, shundaqla badandagi sovuq yalnaydaydi, balyatqodagi ishiq, balyatqoga tushgan suv, yeri shalvarash, balyatqo ishib ketish, shundaqla daspochqaga tushgan suv qarta alaydi unumi yaxshi, balyatqoni bek yaxshi qiladi. Anandagi bizning punus tabletimiz bo'lsa badandagi mayni serib, qavziyatni yaxshilaydi, yegan tomoqni lajiga olib beradi.